Kechiraverim 5 yil ishlayapman tillalarni men uchun Rossiyadan olib kelganlar xursand bo'lsin deb. Biz majburlikdan sotmaymiz bu narsani. Bizga rosa ham hozir pul zarur, mashinalarini urib oldilar. Shuni rossiyskida bilan hammasi yaxshilab o'zingiz narsa bering. Eringizlar xabarlari bor-a sotayotganingizdan? Xabarlari yo'q, majburmiz deb. Ertaga keyin bizga muammo bo'lmaydimi? Yo'q, hozir juda ham zarur. Ularni 585 proba ekan. Biz просто sotganimizdan keyin bu narsalarni aytib olamiz, hammasini. Hammasi rossiyskiy tillar bilan yaxshilab. 585 ekan. Faqat mana oddiy toshlaringiz minus bo'ladi. Hop, buni umumiy og'irligini ko'rib olaylik. 69 va 36 gram chiqyapti. Keyin mana toshlaringizga ketadi. Shunday ham bor shekilli. Hop. Bugungi kunda bejadan kelib chiqib 980 ming nomida. Shunda 66 million 400 bo'lar ekan. Men sizga 66 million 500 qilib beraman. Nima deysiz? Bir sotganimni aytaman-da, arzon sotibdi demiydilarmi? Dollarda qancha bo'lyapti? Dollarda 12100 dan hisoblab bo'lavergan bo'lsa, 5488 bo'lyapti. Qo'shadigan joyingiz yo'qmi shunda? Sizga 5600 dollar qilib beraman, lekin biz eng yaxshi narxlarda faqat biz olib qolamiz. O'zingiz aylanib ko'rsangiz ham bo'ladi. 5600 dollar 12100 dan chiqsa, 67 million 760 ming chiqdi. 67 million 800 qilib beraman. Dollarda bermaysizmi shunda? So'mda beramiz. Hop, beravering. Bu yerda 30 million sanalgan bank pullari. Bu yerda 40 million. Men sizga hozir mana 30 million, 60 million bo'ldi. Yana 7 million 800 men sizga sanab beraman. Mana shu chiqib qoladi. 400 mingga adashmiz. Xo'p. Mana shunday. 67 million 800 bo'ldi. 7 million 800, 67 million 800 bo'ldi. Barakasi bersin. Xo'p, rahmat. Charchamanglar.